o'tgan safar shu o'zimni mukbang qilganim 1 milliondan oshib ketibdi prosmotri TikTokda. Nozik nuqtalarni topdim a. Qaytaramiz. Wow. Buni ikkitasini men 14.000 wonga oldim. O'zbekistonda menimcha shuncha chiqsa kerak. Nima deb o'ylaysizlar, qimmatmi? O'zbekistonda shunaqa uzumlarni qanchadan sotadi? Qashir qiladi deyishadi, unaqa qilmaydi-ku. Yo, men eskisini sotib oldim ekan. Bugun ertalab shimimni zamog'ini qadamasdan chiqib ketib olibman ko'chaga. Qaynonam yaxshiyam ko'rib qoldi. Nara deb turib, "Paji!" Shimini qada deb ko'rsatyapti qo'llar bilan. Qaynonam yomon prikol. Rosa ham maza, o'ta ham shirin. Lekin qasir degan ovoz chiqmaydi. Menimcha TikTokdagilar yaxshi pishmaganini olib qasirlatib yesa kerak.